Assalomu alaykum. Hurmatli Qirg'iz elim. Hurmatli Sadir Nurxo'jayevich. Bu dunyo yuzida uyat bo'layotibizku. Jomon uyat bo'layotibizda, dunyo yuzida. Hafta maktabda deydi. Soatına 1000 so'm. Ondan boshqa 19.000 so'm. Ondan boshqa borib kelishi. An o'rtasida какой-то мероприятие bilan. Daha bir narsalar tap. Çukup çıkardыңар. Oşon bardığını hesaplasang 150 ming, 200 ming bo'lib ketadi hafta maktabda o'qiganlarga. Bu shermendachilik ku, bu dunyo yuzida yo'q praktika qayerdan chiqyapti? Boyag'i baliq boshidan sassaydi degan bu boshidan sassayotadi bo'lish kerak. Quyrug'idan sassasa qurg'ab qoladilar. Hurmatli Sadir Nurxo'jayevich, shu o'shalarni o'zinglarni pozor qilmasdan, shermenda qilmasdan, Uşunu ilgerkide qilib, yaxshilaqa qilib, ilgari dars stipendiya to'lachochi. Hafta maktabda o'qisang. Stipendiya. Asliyer hozir bo'lsa, elning qonni so'rayotadinglar-ku. Qancha so'radinglar ham qonni. Elning qandala qolmadi bu dunyoda. Hurmatli Sadir Nurxo'jayevich, bu pozor. Bunu o'ylab chiqqan qaysi ahmoq? Men nelar tushunmay qoldim. Soati 1000 so'm degan qanday? Bu qanday savob bo'ladi soati 1000 so'm? Girding 45 minut o'tib ketadi-ku. 60 minut. Ne o'shaga 1000 so'm to'lab qo'yadi. Uyatqa bu ish bilan. Bu ishni to'xtatqilar. Qirg'izistonda shermendachilik. Ben şunu aytayın dedim, shermenda bu, shermenda. Bu bo'lmagan narsa. Bu odamni tushuna emas, ahmoqni tushunada girmaydi. Men aytib qo'yayin. Böyle so'ranishim to'xtat qilaman bunday narsani. Pozor. Hem baldar o'qib, ishsiz qolyotadi. Yo'q deganda mashina haydab, tegi bu pulni boshqa qildinglar. Svetoforni qo'yotazar, kamerani qo'yotazar. Hozir az kelgancha kamerani yashirinda qo'yotazar, jana mashina orqasini bekitib. Hem daha bir niye gerek sizlarga? O'lib ketayotganday bo'lib qolganlarga, o'yla ketayotganday bo'lib qolganlar. To'xtat qilach shu pozor. To'xtat qila.